Bir og'izdan eshitamiz. Babi, spasiba. Sardor aka, assalomu alaykum. Sardor aka, rahmat. Ya Allah! Alhamdulillah! Sulton akam! Sardor aka, assalomu alaykum. Doktor Sardor! Maşallah! Osmon o'g'lim! Ye. Alloh qabul qilsin. Bilek akam, bu tomonga akajon, yonboshga uramiz, yonboshga akalarim, yonboshga. Tojikistonlik biratlarim, davay! Ishtaman aka, ayting. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz akajon? Xudoga shukr. Ro'za ayyomlar bilan akajon. Rahmat. Kattakon rahmat. Bir yildan beri shu balam shu ahvol akajon. Rossiyadan doktor kelayotgan Sardor aka, katta suyunma kerak ekan jonim akam. Hammalaringiz yordam beringlar Yo'q, akajon. akajon, xo'p, shoshmang. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, sizni sharoitingiz qanday, siz qandaysiz? Hammasini bizga bir tanishtirib o'tsangiz, u boshqa gap aka. Bir chiroyli. Mana shunday sharoitim, mana shunday. Bir og'iz eshitaylik aka. Avariyadan keyin shu holatga tushdi aka. Xo'p. Bu nima kasallik nomi? Shu holat. Nomini endi kasalligini bilmadim akajon. Shu O'zbekistonga davo topilmadi, shu chet davlatdan davosi topildi, dorisi ham topildi aka. Shunga Ularsiz davolashga sharoitimiz yo'q aka, to'g'risi. Endi shunaqa og'riq qoldi aka, nafas ololmayapti. Shu o'zi mazasi bo'lmadi, Balensiyaga olib keldim akajon. Ya Alloh rozi bo'lsin sizdan. Dostonjon, nechinchi yilsiz, qayerliksiz? 2006-yil meniki Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidansiz, ha? Alloh rozi bo'lsin. Bu nasib bo'lsa bu davolanishiga qancha pul ketar ekan? $150,000 ketadi. $150,000 juda katta pul ekan. Lekin qarang, mana shuncha mana odamlar bilan, xalqimiz bilan birgalikda mana siz shuncha insonni ichidan bizni oldimizga, nazarimizga tushib ko'tarildingiz. Biz sizga yordam berishni davom etamiz. Iloji bo'lsa, bizga katta raqamlaringizni bir og'izgina aytib o'tsangiz. Men ham berayotgan sizga zakotim bor. Ayting katta raqamingizni. Sardor aka 40 aka, 40. Viza? Viza 40, boshi 40. 40 70 97 40 97 83 00 83 00 18 22 18 22 64 29 akajon. 64 29. Aha, aka? Olim, Karaliyev olim. Karaliyev olim. Olim. Bo'ldi. Akalar, opalar, mana sharoitini ko'rib turibsizlar. Musofirda yurgan akalarim, barchalaringizni Allohimning o'zi jannatlarga kirishga kalitlar bo'lsin. Shu ukajonimga qo'ldan kelgancha. Xalqim, qarab turmanglar. O'zbek xalqim, tojik xalqim, qirg'iz xalqim, turkman xalqim, karta raqamlarga qo'ldan kelgancha. Karta raqamlarga qo'ldan kelgancha Allohim imkoniyatimizni berganicha ayamanglar. Shu yigitimiz ham haqiqiy haqdor. Shu ukamiz ham haqiqiy haqdor. 1000 so'm bersanglar kamayib qolmaysizlar. Firuzami! Ya Allah! Aka, bu tomonga baytro bratan. Alloh rozi bo'lsin. Bu tomonga. Yo, boy bolam! Maşallah! Ruzuboyev Akbar Shoh! Kam! Zuhropa! Bu tomonga opa! Bu tomonga! Ya Allah! Berayotgan zakotlaringiz Allohning dargohiga qabul bo'lsin. Maşallah! Bu tomonga. Kam-kamdan qarab turmanglar. Musofirda yurgan donator akalar, musofirda yurgan donator opalar, hammamiz yo'lda musofirda yuribmiz. İnşallah nasib bo'lsa oilamizni bag'riga qaytaylik. Hamma qo'ldan kelgancha donat ayamanglar iltimos.
Donat ayamanglar, shu bolaga ayamanglar iltimos xalqim. Padarka taylashni bilmagan insonlar qo'ldan kelgancha kartasiga ayamanglar iltimos. Black Star. Ya Allah, o'zing buyuksan, o'zing buyuksan Allohim. Ya Allah, o'zingga shukr. Aka, ehsonim tushdi, zakotim tushdi. 3-ishtirokchisiz 20 ta donagacha to'xtamayman. Qo'ldan kelgancha. Qani akalar, vaqtimiz chegaralangan. Kim shu yigitga ko'mak bermoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha karta raqamlariga ayamasin. Qo'ldan kelgancha padarkalar ayamasin. Karta raqamlaringizni yana bitta qaytarib o'ting, jon aka, so'rashyapti qana xalqimiz. Xalqimiz bitta so'rashyapti, ayting aka. Qirq. Aka to'rtalab. 4097 paloncha pistoncha, chiroyli ism familiya qaysi bank? Davay. 4097 4097 8300 8300 Yuri Gagarin. Maşallah. 1822 1822 6429 6429 kim chiqadi? O'lim, Karaliyev o'lim. Akalar, mana profillariga shunday bitta ustiga bossanglar, qaranglar, profillarini bitta ustiga shunday bossanglar, karta raqam turibdi. Olim chiqar ekan. Qaysi bank aka? Xalq bank. Xalq banki, Xalq banki. Ya maşallah. Xalq bank Visa karta. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Xalq banki Visa karta ekan akalar. Opalar, Xalq banki Visa karta ekan. Xalq banki Visa karta ekan. Toma ko'l bo'ladi. Be'tibor qoldirmang jon aka. Be'tibor qoldirmang jon opa. Qo'lingizdan kelmasa sovg'a taylash, pul berish, bittadan padilitsani ayamang. Shu ham bir katta savob bo'ladi. Har bitta inson bittadan padilitsa like repost. Padilitsa like repost ayamanglar iltimos. Voy bola! Boy akam. Qabul bo'lsin akam, qabul bo'lsin. Maşallah. Sizda boy akalarimiz ko'p bo'lsin akam. Dunyo turguncha turing akam. Alloh rozi bo'lsin akam. Akalar, shu yigitga bir bersanglar Xudodan 1000 bo'lib qaytsin. Shu ukajonimizga bir bersanglar Allohdan 1000 bo'lib qaytsin. Qo'ldan kelgancha ayamanglar iltimos. Mana chiqdi, shuncha sharoitini tushuntirdi. O'zi tushuntirmasa ham ko'rinib turibdi bu yigitning qanday holatdaligini. Bu yigitning holati qanday holatdaligi ko'rinib turibdi. Boy akalarim, saxovat pesh akalarim, saxovat pesh opalarim, ayamanglar iltimos shu yigitga. Iltimos shu yigitga ayamanglar iltimos. Boricha imkon qadar. Boricha imkon qadar. Boricha imkon qadar shu yigitni ayamanglar. Xudo bersin sizlarga. Borlaringga shukr. Hech kimga Allohim dard bermasin. Hech kimga Xudoyim dard bermasin akalar. Qo'ldan kelgancha shu yigitga bosinglar ayamanglar iltimos. Iltimos xachabi 500 ga bo'lsin. Akajonlarim ayamanglar. Bilaman qudratini cheki yo'q akalar o'tiribsizlar. Ozozdan shu yigit uchun men so'rayman iltimos qilib. Ro'za kunida sizlardan iltimos qilib so'rayman. Ayamanglar iltimos akalar, katta yordam kerak ekan ukamga. Katta yordam kerak ekan ukajonimga. Bor-ku ayamanglar iltimos. Toma ayamanglar boricha. Boricha ayamanglar iltimos. Akajon, karta raqamingizga tushayotgan sovg'alar, pul qancha tushgan bo'lsa aytib turing. Apelsino bu tomon. Apelsino bu tomon. Yuri Gagarin! Ya Allah! Biksan. Abdi Sardor aka tushyapti. Qancha bo'ldi? Men tashlaganimim boshda birinchi o'zim boshlab berdim. Qolgan davom opchi yig'ilgan qancha tushganini aytib bersangiz zo'r bo'lardi. 28 66 chiqyapti-da. U nima degani 28 66? 2.800.000 ekan. Jon akalar, xalqim, bu pul kam, xalqim. Ko'rib turibsizlar-ku, vaziyati og'ir. Men tashlagan $100 bilan bu yigit davolanib ketolmaydi.
Sizlar ham oz-ozdan hissa qo'shinglar, iltimos. Iltimos, oz-ozdan hissa qo'shinglar. Yaxshilab bitta qarang adashingiz hisobiga. Bunday bo'lishi mumkin emas. Şunla tehdit var. Milyon hasta tek olacak. Bunday bo'lishi mumkin emas. Milyon 200 milyon. Aka. Chunki mana shu yerda shuncha odamlar bor tashadik deb yozishyapti. Xalqim aldamaydi men. Xalqqa ishonaman-da. Chunki 1000 so'mdan tashashsa ham shuncha inson. Hadicha, bu tomonga, Hadicha! Hadichaxon! Ya, rahmat. Go'zal qiz bu tomonga. Hadichaxon. Mazilda adashmang, bu tomonga, bu tomonga. Hadichaxon. Ya, mashalloh, rahmat. Men ham rizqim ekan ikkita shiradasi men tomonga o'tib ketdi. Rahmat, rahmat. Endi rizq kitobi, rizq kitobi. Bu tomonga, Hadichaxon bu tomonga, Ulaska, go'zalim, bu tomonga. Akalar katta raqam mana profillarda turibdi, profillarda katta raqam turibdi. Bitta himmatlaring, ming so'm bo'lsa ham. Bir ming so'm bo'lsa ham akalar, mana shu yigitimizga, ukamizga ko'rib turibsizlar vaziyatini og'irligini iltimos qilaman sizlardan. Ming so'm bo'lsa ham, ha? Ya, tushunmayapti, kattasi qancha pul tushganligini bu yigitimiz tushunmayapti. Men oldagi bachalar tushunmayaptimi? Chunki men o'zim $100 tashlayapman, chiqqan odamni betiga aka. $100 men ekstrolarni beryapman. Sardor aka. Yo. 2 million 800 ming aka sumimizga. Seriozmi? Bular bo'lgandir Bor akajon. Yo, akajon, men ko'rinib turibdi akam. Nimaga bunday bo'lyapti? Shuncha odam tashadik tushdi deb yozishyapti-ku. Bu rasm çekimden bitir tarihte yozgu soruları. Katta raqamga do'stlar, mana katta raqamga tashab ko'ringlar qani, blokka tushdimikan yo boshqa bo'ldimi, yo boshqa ketib qoldimi? Misol aka, hamma ehson sevar insonlar turibdi. Hozir qizchamizga $55,000 kartasiga pul tushdi, mana o'zini og'zidan eshitdik. Bu sizga qanday 1000 so'mdan bo'lsa ham tashisa, hozir hech bo'lmaganda 28 million, 30 million so'm pul bo'lardi. U 2 million 800 ne может быть? Chunki men o'zim $100 toza tashladim, mana chek aka. $100 toza tashladim aka. Mana shuncha odam tashadik deb yozishyapti-ku. 7 ta raqamli ekan aka, 7 ta raqamli. 7 ta raqam bo'lsa aka 28 millionmi, 30 million mana shunday bo'lib ketdi. Unday qilmanglar-da aka. Men xijolat bo'laman, buncha odamlar tashadik, Sardor deb yozyapti. Men xijolat bo'laman aka, unday qilmanglar, iltimos. Men xijolat bo'laman, shuncha xalqim tashadik deb yozyapti hammasi. Men qanday bular yolg'onchiga chiqarib qo'yaman qora ko'zlarimni, ya. Uzr aka, uzr, tushunmading-da. Unday 7 ta raqam bilasizmi? 6 ta raqam million hisoblanadi. 7 ta raqam 28 million, 30 million hisoblanadi. Men ham shunga hayron qoldim. Akalar davom etinglar. Mayli qancha yig'ilsa ham, akalar yana bir 5 minut qo'ldan kelgancha. Keyingi ishtirokchimizni ko'taraman. Qo'ldan kelgancha to'xtab qolmaylik. Shu bugun tikka oyoqda 20 ta insonga qo'ldan kelgancha. Mayli, kichkina kattasi bo'lmaydi ehsonda. Ehsonda kichkina kattasi bo'lmaydi. Akalar bir butilka suv ichmasak, bitta Red Bull ichmasak ichmayapmiz, bitta sigaret chaqmasak chaqmayapmiz. Shu yigit